Xohish bo'lsa, sharoit muhim emas. Mana mol boqib, foyda qilsa bo'ladi degan gapimiz yana bitta isboti. Bir dona mol boqibdi ukamiz, zo'r boqibdi. Uka, bu mol nech pul? 40 million deyapmiz aka, kelishiladigan joylari bor. Jicha balat emasmi? Kelishamiz aka. Keling qo'lingizga. 33 million beraman. Yo'q aka, 33 ga to'g'ri kelmaydi. Ancha baqib qo'ydim molda aka. Qancha turdi? 1 yilcha baqib qo'ydi, 1 yil yaqinroq aka. 1 yil yaqin. 8 oy. Ozmoz bilan bitishib ketamizmi? Bitishib ketamiz aka, bitishib ketadigan joyi bor. 35 pastda bitamizmi? Ali buni men majda qilib savdo qilmayman. Misol buni hamma ko'rayotganlar biladi. Bitamizmi 35 pastda? Yo'q aka. Rasxodga o'tib berasizmi 35 ga? Yo'q, to'g'ri kelmaydi aka. 35 million so'mga bera olasizmi? Yo'q aka. Biroz to'g'ri kelmaydi aka. Qanaqa qilib olay? Ayting unda manaqa deb. Tirigini tortib berasizmi? Yo'q aka. So'y bera olaman aka. 58 mingdan tortib bering tirigini. Yo'q, so'yib ham bera olaman aka. So'yib kelisha olamiz. Go'shiga pul bera oling aka. Bo'ldi, gap yo'q. Unaqa bo'lsa, unaqa unisi ham bo'laveradi. O'zi 108 ming so'yapmiz. Men bir dona mol boqib, afsala qilibsiz, gap so'z yo'q. 110 ming so'mdan siznikini olamiz. Xursandmisiz? Xursandman. Alloh barakasini bersin. Molni bitta ko'rib baho beringlar. Mol o'zimizni Javdari buqa. Javdar buqani qayeri qiziq desangiz, haligi odamlarga yoqmaydigan, yog'li bo'lib semirib ketmaydi. Go'shi ham o'ta sifatli bo'ladi. Shunisi qiziqarli bu mollarda. Keyin baqqan odamga rahmat, 1 yil o'ta zo'r baqibdi molni. Bitta ko'rib baho beringlar molga. Buni 1 yil oldin nechta pul oluvdingiz? 15 million atrofida olganman. 15 million. Alloh barakasini bersin. So'yib, tortib, kuzatishda davom etinglar. Kilolarni ham qo'yamiz buni xudo xolasa, so'yilib tortilgandan keyin. Alloh barakasini bersin. Hozirgi tortgan molimiz 322 kiloyu 200 gram keldi. Ukamizdan 110 ming so'mdan so'yib oldik. 35 million 442 ming so'm puli bo'ldi. 442 ming so'm biz bergan noshora bo'libdi. Alloh barakasini bersin. Rahmat. Rozi bo'linglar aka. Siz ham rozi bo'ling. Rozimiz aka. Naqd pulga olinar ekan. Naqd pulga olindi. Akalar video masalaylar xudo xolasa akalarga ishonavurlar. Undan nima qilar ekan? Puli tarosning ustida, o'ligi ham tirigi ham. Alloh barakasini bersin. Ko'rishamiz.